Tug'iladigan bolaning jinsi kimga bog'liq? Juda ko'p odamlar aynan shu savol bilan murojaat qilishadi. Ya'ni, kelajakdagi ota-onalardan qaysi biri bolaning jinsini belgilaydi? Ma'lumki, bola bir juft xromosoma to'plamini otadan, bittasini onadan oladi. Shunga ko'ra, u faqat onasidan X xromosomani, otasidan esa X yoki Y xromosomani olishi mumkin. Agar bola otadan X xromosomani olsa, qiz bo'ladi. Agar Y xromosomani olsa, o'g'il farzand bo'ladi. Shunday qilib, yuqoridagi so'ralgan savolga javob: bolaning jinsini ota belgilaydi. Yana bir savol: bolaning jinsiga kim yoki nima ta'sir qiladi? Bu yerda javob juda oddiy: tasodif. Tug'ilmagan bolaning jinsi tuxumni urug'lantiradigan spermadagi xromosomalarning tasodifiy birikmasi bilan belgilanadi. Bir marta evakuatsiya paytida o'rtacha 30 milliondan ortiq sperma vaginaga kiradi. Yana erkak spermasining foizi va harakatchanligi ham o'g'il farzand bo'lishiga bog'liq. Xulosa: hurmatli erkaklar, ayolingiz ketma-ket qiz farzand ko'rsa hech ham xafa bo'lmang. Bu yerda uning aybi yo'q. Chunki bu sizning ishingiz. Agar o'g'il farzand ko'rishni istasangiz, avvalo o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Jinsiy quvvatni oshiring. Faqat sog'lom aloqada bo'ling. Ya'ni o'z juftingizga sodiq bo'ling. Bu videoni o'g'il farzand ko'rmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.